Assalomu alaykum. Anglayotganinglar Şinjan Xalq Nashriyati 2000 yili 1-oyda nashr qilgan roman Eli to'lqinlari. Avtori Abdurahmon Qahar. Ikkinchi qism 15-bob. Davomi. Oxir sepil ustida talati so'rin uzun bo'yliq bir ofitser paydo bo'ldi. Uning belbig'ida mavziri pulanglab turardi. Chiroyi qonsiz edi. Senlarga ikki yo'l bor, dedi yosh yigit varqirab turib. Beri xalqchi rahbarlarimizni oldimizga salomat ilib chiqsan, yana beri darvozni ichib bizga yo'l bersan. Birini tanla. Gapini anglaydigan odamingga qilish, biz vazifa o'tayotgan muntizim qo'shin. Ofitserning chiroyi texmi tatirib ketdi va cheka tomirlari lipildab ko'pdi. Yaxshi bilmiz, Manas bo'yidan aranla qechib kelgan qo'shinlaringning qudratini. Uning tari turildi. Bizga talab qo'ydigan huquqni senlarga kim berdi? O'zimiz bergan. Agar talabimizning birini o'rindamasang, qandoq kirishni o'zimiz bilamiz. Uningdan cho'ngni ko'rsan, ag'inlar, sipilik yamishinglar. Nimadan qo'rqamiz? Pilmot, miltiqlari bizni qo'rqitolmaydi. Xalq durildab xuddi seldak olg'a siljidi. U chiroyiga zo'rg'a kulga yuguritib mundoq dedi: rahbarlar salomat, ular xotirjam holda namoyishchilarning talablarini anglayotidi. Yolg'on, ishonmaymiz. Undoq bo'lsa Ahmadjon apandimning o'z qo'li bilan yozgan xatini ilib chiqsan. Xalq taraf-tarafdan varqirab uning beshini gangirtibatdi. Shu asnoda birsi texmo kuchlik xuddi shuardak tovlab uni cho'chitbatdi. Darvozaga o't qo'ymiz. Ey xaloyiqlar, pahal kirsin ilib kelinglar. Darvoza tuviga to'planglar. Yana birisi egizrak yerda turib olib, qo'llarini g'azab bilan pulanglatib vaqirdi. Yetib qolguncha yetib qol degan gap bor. Bizning talpimizni bu dozoq shotisi cho'nglarga yetkazatdimi? Amal qilayli. Sepili ichiga qamilib qolgan rahbarlarimizni qutqizayli. Bularning hilisiga ishonmayli. Bizni qirib tashlasa tashlasin. Amini bir o'lim. To'g'ri, bizni aldam xaltiga tushirmoqchi. O't qo'yish kerak. Kuchayib, g'azablanib ketgan xalq to'lqini durildab, olg'a intilib, go'yo sepil ustidan uchib o'tishga tayyorlangan qushdek tamshilib turardi. G'iliqi uzun bo'yliq ofitser cheksiz ulg'aygan, g'azablangan va taraf-tarafga chipishayotgan xalqqa qarab, sizlar bir oz ta'xir qilib turinglar. Men telefon hozir yetkazib javobini ilib chiqaman, dedi. Ofitser kirib ketgandan keyin kutish, zoriqish, taqazzoliq, sirliq jimjitlik boshlandi. Hammaning diqqati bir nuqtada, sepil ustida edi. Vaqt intayin asta o'tmoqda. Biroq yuraklarning ritmidan halqib urishi uningga bardoshlik beralamdi. Tit bo'lish, jili bo'lish, oxir birib yana tavrash, g'azablanish tuyg'usi hammaning qalbida yenishqa boshladi. Bir yerda yuz bergan vaqa, hodisa ikkinchi bir yerga xuddi otgan o'qdek, uchqur qushdek shundoq tez yetib bordi. Urumchi sepilining ichida kishi anglasa qo'rqudek holda yuz berayotgan alomatlarning xabari tush bo'lay deguncha Manas bo'yidagi milliy qismlarning orasiga yetib keldi. Odatdagi harbiy mashqlar bilan tinch yotgan bu yer xuddi tuyuqsiz kelgan kalkundan mudofaa ko'rishga otlangan kishilardek birdilla qo'zg'alib tavrab ketdi. Dejurni razvedashlar chaqirilib, svistoklar chilindi. Jangchilar zimlankalardan yugurishib, hech nimaga qaramay chipishib chiqishdi. Blindajlar jonlanib, zambaraklar, ig'ir tipdagi pilotlar harakatga keldi. 5 minut ichida Manas daryosining g'arbiy qirg'og'i jiddiylashib, urush holatiga ko'chdi. Polklar, batalyonlar, rotalar, vozvodlar hozir bo'ldi. Manas daryosining bu tarafidan belga bayrog'i chiqarildi. Shu hamon daryoning u tarafidanmi belga bayrog'i ko'rindi. Milliy armiya Manas oldingi saf mudofaa qo'shinining qo'mondoni faqat 2 nafar muhofizatchisi bilanla jip mashinaga o'ltirdida uchqandek yurib ketdi. U 60 kilometrga yaqin yo'lni shundoq tez besishi kerak edi. Qo'mondonning oldingi saf qo'mondonlik shtabi qutubida turardi. Bu yerga 1 soatga yetmagan vaqt ichida yetib kelgan qo'mondon bu yerda turishliq diviziya komandirining oldiga kirib bordi-da, birdilla vaqirishib qoldi. Sizning bu yerga kelib bizga bisim ishlatishingizga haqqingiz yo'q. Buningdanmi cho'ngroq bir yerga berishga haqliman. Men yo'l qo'ymayman. Yo'l qo'ymaslikqa ma'qul deydigan vaqt allaqachon o'tib ketgan. Bizning vakillarimiz ikki tarafning kelishimi bo'yicha
hokimiyat yurgizishga borgan Urumchi Gomindan hukmronligidagi rayon vakillarimizning hayotiga xotirjam xizmat ishlashiga Gomindan taraf kepillik qilish shart. Albatta, biz buni bilamiz. Undaqda nima uchun bizning vakillarimizning hayoti jiddiy xavf ostida qoladi? Xalqning namoyish qilish, yig'ilish erkinligi bor. Bu xalqning o'z ishi. Shundaqmi? Sizlarning ishinglar bo'lmasa, ishinglar bo'ladigan chaq keladi. Undaqda bizning milliy armiyaning o'z vakillarini qo'g'dashga yetarli kuchi bor. Kuchingizni pesh qilmang. Nima? Bizning kuchimizni bilmaydingizmi? Biz Manas bo'yiga shiddat bilan bostirib kelganda tinchlik kelishimi imzolasak deb yolvurg'iningizni unutib qoldingizmi? Shuni ogohlantirib qo'yayki, bizning hozir necha 10 minglagan qo'shinimiz urush oldida turibdi. Urumchiga besib kirishga har qachon tayyormiz. Tayyorlik qilib turing. U shundoq dedida ishikni qahri bilan jaloqqida yipib chiqib ketdi. Gomindan diviziya komandiri xuddi tushib buzilgan odamdek birdilla mangdab qoldi. To'xtang, janobiy polkovnik, men Shinjon garnizon shtabiga telefon beray, dedi u va qo'mondonni Manas bo'yigacha uzatib qo'yish uchun ikki polkovnikni avatdi. Biroq shu chaqgacha o'liklik hukumat qo'rosidagi namoyishchilarning harakati texmo o'rlab bormoqda edi. Bir necha amaldorlar bilan general mayor Dang Begang kirib keldida, namoyishchilar tarqig'ili unmay yana besib kiryotidi, dedi u xuddi bir narsaga aldiravotgan odamdek. Ahmadjon xotirjam holda kulimsirab uningga qarab qo'ydi. Gomindan amaldorlarning hayron qilayotgan narsasi shu ediki, shunchalik jiddiy, qo'rqinchli paytdami Ahmadjon Qosimining chiroyida qilcha parishonlik, aloqazodalik alomatlari ko'rinmaydi. Xuddi hech nima bo'lmagandek, hayotiga jiddiy xavf yetmayotgandek, hamon xotirjam, tamkin va mag'rur edi. Bu fuqarolarning o'zligida namoyish qilib kelishimi yoki biror kishi tarafidan tashkillanganmi? Tuyuqsiz berilgan bu savol Dangbiganga qattiq tegdi. U Ahmadjonning ko'zlaridan ochiq ta'na, lekin qandaqdir bir xil siyliq kinoya alomatlarining uchqundiganligini sezib qoldi. Kim tashkillangan deysiz? Bu tartiblik namoyish edi. Ular talablarini sizga aytmoqchikan. Tartiblik namoyishmi? Qarang, o'liklik hukumatning muavin raisi, muavin bosh kotibi, nozir qatorliq odamlar tayoq yeyotgan yerda taladagi bizni yoqlagan oddiy odamlar qandaq ig'ir oqibatga qolgandi? Undoq bo'lmadi deb isbotlay olamsiz? Yolg'on so'z, aldamchilik paketni yapolmaydi. Hilinayran, aldamchilik xuddi quyun, aman birdamla ömür süralaydi. Paket, haqiqat, xuddi quyosh, qora bulutlar har qancha qilin bo'lsa-mu, aman uning yuzini to'sib olmaydi. Namoyishchilar ichida tusini o'zgartgan harbiylar yo'qmi? Namoyishchilarning tashviqot varaqlari, shuarlarini sizning qo'mondonlik shtabingiz bostirib bermadimi? Dehqonchilikqa yordam pul, choy beramiz deb fuqarolar majburiy aldab kelinmadimi? Sepil darvozlarga sim to'saqlar nimishqa bir kun burun tortildi. Xanzu uyushmada bu to'planga qandaq tayyorliklar qilindi? Hukumat odamlari mavu aramizda o'ltirgan nozirimiz Jaloliddin apandi qandaq ko'rsatmalarni berdi? Nimishqa tungulla milliy saqchilar qurolsizlantirilib, sepil sirtiga chiqarib etildi. Ahmadjonning keyni-keyndan birilgan nayza uchidak o'tkir savollari Dangbigani bir tarafdan osal holiga tushirib, yana bir tarafdan hayron qoldirayotgan bo'lsa-mu, u darrov javob berdi. Bundaq ishlarni siz bilgan bo'lsangiz, bilmadim. Buningdan mening xabarim yo'q. Ahmadjon apandi aytgandek, hilinayran aldamchilik xuddi quyun. U birdam ömür süralaydi. Buni tashkillagan qo'mondonlik qilayotgan odamlar bor, dedi Abdukarim Abbosov ochiq kulimsirab. Bu fuqarolarning namoyish emas, kishilarga aytqilib bo'lmaydigan yomon niyat ko'chirilgan vaqa. Buni 25 fevral qonliq vaqasi deb atash kerak. Xuddi Abdukarim aytgandek, agar sizlar tinchlikni xohlasanglar, darhol chiqib munu odamlarni tarqatinglar. Biz ham chiqib janubiy darvozadagi xalqlarni tarqatayli. Bu tinchlik, saodat yo'li. Men bir necha qitim aytdim, tarqig'ili unmayotidi, dedi Dangbigang tatarg'an yuziga kulka yugurtib. Sizning chiqishingizni talab qilib turibotidi, sizni kutyotidi. Joyida aytilgan ikki qiz so'z zambrak rolini o'ynaydi. Muhimi ularning maqsadining nima ekanligini tushunib, shundoq dal so'zni qilishda. Sana yog'lama so'zlar, hiylalar qilinayotidi. Hilaning mohiyatiga yetsang,
andin söz qilsang, sening so'zing nishonga tekkan zambirak o'qidan kam unum bermaydi deb, Ahmadjon Qosimiy voqeaning nimishqa yuz berayotganligi va uning kimga qartilayotganligini chevarlik bilan allaqachon egilib olgan. Shunga u salmoqliq bilan mundoq dedi: "Man bir Ahmadjon, man o'lib ketsam-mu, Ahmadjonlar tugab qolmaydi. Shuni bilishingiz kerakki, minglab, millionlab Ahmadjonlar chiqidi. Sizga hozir ikki yo'l bor. Biri chiqib, askarlaringizga krugum shagum marsh deysiz. Ular chiqib ketidi. Biz chiqib Janubiy darvozaga xalqlarni tarqitib etamiz. Tinchlik bo'ladi. Yana birsi eshikni ichib, askarlaringizni qo'yib berasiz. Ular bizni o'ltiradi. Bugun Urumchida Әтіден башлап бүтін өлкеде қан төкіледі. Mana shu ikki yo'lning qaysisini xohlasangiz, birini tanlab oling. Biz o'limdan qo'rqmaymiz. Biz o'limni allaqachon ustimizga ilib qo'ygan odamlarmiz. Hozir hayot qolsak ham xalqqa foyda. Chunki bitim bo'yicha xalqning erkinlikni ta'min qilamiz. O'lsak uningdan ortiq foyda. Chunki bu munosabat bilan xalq qo'zg'alib, bu qitim bitimga qaragandimi to'liqroq ozodlikni qo'lga oladi. Bizning qinimiz xalqqa ozodlik keltirib beradi. Bu albatta biz uchun sharafli o'lim bo'ladi. Dang Begang o'zini tamoman dahshat o'rib olganligini, peshonasidan chipildab ter eqiyotganligini o'yliga chiqqandala sezdi. Namoyishchilar uning ko'ziga yog'och oyoqlardek, xuddi jismi uchib ketgan arvohlardek qora kurang bo'lib ko'rindi. Shu holdimi uning yodiga qo'mondonning 25 fevraldagi voqeaning maqsadi Ahmadjon degini keldida putlari derildab titrashga boshladi. Bir haza o'tgandan keyin u yuzidagi chipildab yiqiyotgan terlarini eritib etishni esiga elib, qo'lini yanchuqiga solganda, heliqi uzun bo'yliq ofitser oldida paydo bo'ldi-da, o'diqqan holda oldirab so'zlab ketdi. Hurmatli general, Janubiy darvozani qorishib olgan fuqarolar pahol kirsinlarni tayyorlayotidi. Ahmadjon boshliq rahbarlarimizni oldimizga salomat ilib chiqmasanglar, darvozaga o't qo'ymiz, besib kirmiz deyotidi. Ularning payli yomon, ahvol xatarlik. Dang Begang yog'liqini tutgan piti turib qoldi va put-qo'llari bo'shib, ko'z oldi qorong'ulashib, qo'lidan yog'liqi tushib ketganligini sezmadi. Uninggacha yana bir ofitser uning oldiga keldi. Hurmatli general, Qutubi oldingi sapdan telefon. Dang Begang oyog'ini aran yo'tkab, yog'liqini destigan piti yon uyga kirdida telefonni qo'liga oldi. Telefon trubkasidan go'yo tuyuqsiz portlagan bombadek dahshatli gaplar anglang'ili turdi. Manas daryosining g'arbiy qirg'oqidagi milliy qismlar urush holatiga ko'chdi. Payli yomon, ahvol intayin xatarlik. Ahmadjon boshliq rahbarlarimizning hayotiga qasd qilinadigan bo'lsa, Urumchiga hozirlar yurish qilamiz deyotidi, janobiy general. Ahmadjon Qosimiyning shunchalik xavflik ola to'plang ichidami hech nima bo'lmagandek tamkin, mag'rur holda o'ltirishi va uning yurakka nashtardek sanchilgan o'tkir so'zlari janubiy darvozaga to'plangan fuqarolarning darvozaga o't qo'yib, sepil ichiga bostirib kirmoqchi bo'layotganligi Qutubi oldingi sepidan kelgan dahshatli xabar 3 ambur. Bu 3 amburning birisi Dangbeganning qo'lini, birisi beshini, yana birisi yurakini qattiq qismoqda. Uning ko'zlari xuddi yo'lvosning ostida qolgan toshqonning ko'zidek etilib chiqib ketishga oz qolmoqda. Yuragi mijiqlanib qisilmoqda. Qo'llari zing'ildab og'irmoqda. U shu chaqcha o'z beshiga tushmagan e'tiqsiz ig'ir dahshat va alam qaynimida qiynalmoqda. O'zlari qurgan to'zoqqa o'zlarining tushib qolishini, mushu ishni planlagan, hozir bo'lsa hashamatli qo'mondonlik shtabida duxova pardalar keyinda turib, tinmay alam bilan puraqliq tamaka chekayotgan general Jang apandi o'ylamagan bo'lg'aydi. Saltanatli kiyimlar ichida turgan generallarga qaranglarchu. Ular maydasidagi shuncha nurg'un medallarga, mursidagi oliy unvonlarga qandoq ega bo'lgandu, nimalarni qilib erishgandu. Shu topda ular xuddi bezgak kesliga giriftor bo'lgan odamlarning naq o'zi. Birdam qizlaydi. Yuzlaridan, bo'yinlaridan, quloq cho'rlaridan qo'noqdek ter tomchilari chipildaydi. Birdam muzlaydi, titraydi. Tuklari ta'tir o'riladi, shurkunidi, jaloqlaydi, ko'zlari pildirlaydi, imir-chimir qiladi. Namoyishchilar tarqatildi. Lekin ho'ylda u yoqdan bu yoqqa yugurish, muhofazatchi qismlarni chaqirish, ansizchilik boshlandi.
Sepil sirtidan aldab kelingan bir qism namoyishchilar tarqig'ili unamay, o'zlarining hayotiga kepillik qilishni talab qilib turishidi. Sepil darvozalarini qo'rshigan fuqarolar bizni omon qo'ymaydi deb zarlanmoqda. Hukumat binosidagi amaldorlarmu ansizchilikka tushib, ko'zlari parqirabla qoldi. Ularning kayfi uchqan. Bir soat burunqi mag'rurligi, sirliq kulimsirashlaridan qilchimi asar qolmagan. Ba'zilari o'zi surgan xiyolidan o'zlari qo'rqib, nalargidu mo'kinishdi. Gidaygan gavdalari mukchaydi, pukildi. Yayrab ketgan badanlarining tuklari ta'tiri o'rildi. Chaqnagan ko'zlari o'lik kolining ko'zidek xunuklashdi. Dangbigang paypitek bo'lib, Ahmadjon Qosimining oldiga necha kirdi. Janubiy darvozadagi fuqarolarni tarqitib to'g'risida qancha takliflarni qo'ydi. Mana amdi ular vahimalik ko'langilarni o'z beshiga o'zi tushirib olgan edi. Ahmadjon Qosimining kinoyalik gaplaridan, ma'nilik chaqchaqlaridan ba'zilar huzur qilib kulsa, ba'zilar ochiq alamda to'lg'anatdi. Bugungi o'yinni tashkil qilgan odamlar o'zlarining osal bo'lib qilishini avvalroq o'ylamabdi, dedi Ahmadjon Qosimi kulimsirab gap boshlab. Qiziq bir hikoya esimga tushdi. Bir general o'zlarining ofitserlarini sinamoq bo'lib, bir kuni ularni uyiga choyga aytib, ustalning o'ttirsiga sovuq tomoq tayyorlab, uning ichiga yo'shirin bir granat bekitibdi. Granat paxta band bilan tayyorlangan ekan. Ofitserlar ustalga tomoqqa o'ltirib, birsi vilkini tomoqqa sanjigan ekan, iliqi granatga sanjilib birdilla portlab ketibdi. Ofitserlardan birsi ustal ostiga, birsi tashqariga, birsi karvat tegiga qechib mo'kinishib opdi. Yolg'iz bir ofitser o'rnidan qo'zg'almay o'ltiribdi. General hammasini yig'ilib, "Men bugun sizlarni sinamoqchidim. G'ayratinglar yaxshi bo'lmadi." Iliq ofitserni ko'rsatib, "G'ayrat mana mundoq bo'ladi. Bu ofitserni xohlagancha mukofotlayman. Xo'sh, sizga nima kerak? Ayting, deganingizni beraman" debdi. Iliq ofitser o'rnidan qo'zg'almay o'ltirganicha chas berib, "Muhtaram general, hozir menga dunyoda eng ortiq va qudratli narsa shuki, bir dona tambal bersangiz, yengushlab olsam" debdi. Bugun mana shu voqeaning dal o'zi bo'ldi. Xalq rahbarlari huzur qilib, uzoqcha qaqoqlab kulib ketishdi. Kulkining qudrati cheksiz bo'ladi. Kishilar illatidan, xatoliqidan, hatto qaro ko'ngilligidan qanchalik haqqoniy gap, zaharlik til, balki tayoq yapmo yonmasligi va uni pisand qilmasligi mumkin. Ammo joyida aytilgan o'tkir kinoyalik, ochiq masxirlik bir kulka bilan e'tiqsiz osal holga tushib, xuddi zahar yutib olgandek to'lg'inishi tabiiy. Kulkining kuchi hammadan ko'proq general mayor Dangbeganga tegdi. U zo'rg'a kulib qo'ygan bo'lsa-mu, ichidan yinib o'rtandi. Qo'qasda puchlangandek to'lg'andi. Chiroyi birdam qizirib, birdam tatirib, oxir ushuk tekkan yopirmoqdek qaradab ketdi. Lekin amal qancha? Hozir jiddiy xavf bo'lib turgan narsa janubiy darvozadagi fuqarolarni tarqitib etish. Bu ishni faqat o'zini hilidan hili osal holga tushirayotgan, sabdoshlarini bo'lsa to'xtamay kuldirayotgan ashu qora burutliq mag'rur odam Ahmadjon Qosimila qilolaydi. Shunga uningga yolvormay, yelinmay nima iloj? Janubiy darvozaga to'plangan odamlar barg'ansiri ko'paygan. Kunning o'ltirib ketishi bilan ular texmo jiddiylashgan. Ko'zlar yongan, mushtumlar turilgan, harakat tezlashgan, yig'ilgan paqal, paxtalarga kirsinlar chichilib, amdi o't qo'ymiz deb turganda, savr taqat oxirgi chekiga yetgan chog'da birdilla qiqas cho'qqan, vurra sadolari, tantana olqish ovozlari jaranglab ketdi. Ana chiqdi, ana! Söyümlük rahbarimiz chiqdi. Ahmadjon Qosimi boshliq xalq rahbarlari ikki kichik mashinada ko'chaning ikki tarafida turgan askarlarning muhofazati ostida chiqishmoqda edi. Ana Ahmadjon apandi, ana Abdukarim Abbosov. Mashina aynikidan Ahmadjon Qosimining qo'lini pulanglatishi, yiqimliq kulimsirishi aniq ko'rindi. Ko'ngillar tindi. Taqozolik ilkida yongan yurak joyiga tushdi. Lekin yuzlardagi hayajon, ko'zlardagi baxt nurlarining uchqini, besilg'ini yo'q, balki ulg'aymoqda. Xalq to'lqini mashinalarni o'rib oldi va uni qo'yib bermay turib oldi. Ahmadjon Qosimi mashinaning ustiga chiqdi. Birdilla tantana, olqish, shuarlar yangrab ketdi. Xalq rahbarlari yoshsin, Ahmadjon yoshsin. Xalq bu suyumlik rahbarining kelishgan gavdasiga ko'z uzmay qaraydi.
va uningdan faxrlanatdi, söyünatdi, g'ururlanatdi. Sabrsizlik bilan so'zlarini anglag'isi, tashnaligini bosqisi kelatdi. Qanchalik odamlar o'z uchisidagi chapanlarni uning oyg'iga poyandoz qilib salmagan, uni ko'rmay turib, uning so'zlarini o'z og'zidan anglashni zariqib kutmagan. Agar u mashinadan tushmagan bo'lsa, xalq uni mashina bilan ko'tarib madaniyat klubiga ilib ketgan bo'ladi, beshida ko'targan bo'ladi. Xuddi bo'ron so'rayotgandek boyiqi tumanlar tarqalib shahar yuzi ichilgan edi. Yiroqlarga uchib ketgan kaptarlarmu qaytib kelishib uvilarini izlamoqda. Garchi kech kirib ketib borgan bo'lsa-mu, shahardagi ansizlik tarqalishga boshlagan. Ahmadjonning tabassum jilvalangan chiroyi, mehribonlik bilan kulgan ko'zlari o'zini olqishlayotgan xalqqa tikildi. Uning qapqara qirqima burutlarida, yiqimliq ko'zlarida, lavlarida boshqa hech kimda ko'rinmaydigan bir xil illiqlik jilvalandi. U xushxo'ylik bilan olqonlari ichilgan ikki qo'lini pulanglatib, xalq shovqinini bosdi va so'zga kirishdi. Qarindoshlar, andish qilmanglar. Betim biz uchun o'ng'ay qo'lga kelgan emas. Uning uchun biz qon to'kdik, qurbon berdik. U issiq qonlar badiliga kelgan. Betimni buzishga uring'uchilar albatta so'roqqa tortilg'usi. Birdilla uni olqishlagan jo'shqin, xushal sadolar yangrab ketdi. Kang Nanming maydoniga patmay qolgan kishilarning chiroylarida hayajonli xushxuy tabassumlar jilvalanib, uningga boqqan sansiz ko'zlarda shodlik, baxt nurlari chaqnadi. Chunki hammasining qalbida qoyillik, rozmanlik tuyg'ulari urg'ugan edi. Ahmadjon so'zini davomlashtirdi. Bizga tinchlik va xotirjamlik kerak. Biz tinchlikni so'yguchi xalqmiz. Biz bitimni himoya qilamiz. Bitim bor yerda biz bor. Bitim amalga oshirilmaydi ekan, u yerda biz yo'q. Tinchlik yo'li bilan haqiqatni talab qilish kerak. Biz haqqoniyat uchun qo'zg'algan, haqqoniyat uchun jon beramiz. Biz o'lka xalqining insoniy huquqi va erkinligi uchun qon aymagan. Amdimi o'lka xalqining insoniy huquqini, erkinlikni qo'g'dash uchun jon aymaymiz. Bizning ishimiz haq bo'lgani uchun yo'limizmi oq, istiqbolimizmi porloq. Oradan 3 kun o'tgandan keyin Şinjan gazetida xalqqa mundaq murojaat chiqarildi. Butun o'lka xalqiga murojaat. Biz tinchlikni izlaymiz. O'lkamizda tinchlikning kapolati 11 moddalik bitimdan iborat. Bitim to'liq o'rinlansa, xalqda boshqa mudda qolmaydi. Bitim to'liq o'rindalsa, xalq ustida bo'layotgan ig'irchiliklar, jabr zulmlar ko'tarilib ketadi. Buningda hech qanday shak shubha yo'q. O'lkalik hukumat qadam-muqaddam belgilik choralar ishlab chiqib, xalqchillik siyosatni, millatlar barobarligini, millatlar do'stligini ta'min qilish harakatida bo'ladi. Lekin ayrim istibdodchi unsurlar o'lkamizda urush xavfini tug'dirish uchun qattiq harakat qilmoqda. Ular xanzular bilan milliylar va boshqa milliy guruh, qabilalar orasidagi do'stlik munosabatini buzib, xanzularni milliylarga qarshi qo'yib, dushmanlik harakatlarini elib berib, to'qinish tug'dirishga urindi. Istibdodchi mustabid zolim unsurlar shu harakati bilan urush xavfini tug'dirib, millionlagan begunoh xanzu xalqi va osonliq millat qarindoshlarining qonlarining sababsiz to'kilishiga sabab bo'lmoqda. Muhtaram qarindoshlar, sizlar hozir qandoqliki qiyinchilik va haqoratlarga duch kelsanglarmi, har qandoq fitna ig'volarga aslo yo'l qo'ymanglar. Butun o'lka xalqining istiqboli porloq, xalqchillik siyosat jazman amalga oshidi. Millatlar barobarligi so'zsiz ta'min etiladi. Siyosiy ishlarni amalga qo'yish programmasi to'liq ijro qilindi. Davr eqimiga qarshi chiquvchilar muqarrar xalqchillik siyosat amalga oshishi bilanla yo'qoladi. Ular tinchlik siyosat bilan o'zlarining yo'qolib ketishini sezib, urush xavfi tug'dirishga harakat qilmoqda. Chunki ular millatlarni bir-biriga dushman qilib, urush tug'dirib, shu urush yong'ini ichida, qarindoshlarimizning to'kilgan qonlari ichida o'zlarining jinoyatlarini azaytmoqchi bo'ladi. Har qanday fitna ig'voga quloq solmanglar. Hech qanday urush bo'lmaydi. Tinch harakatinglarni qilib, turmush kechiringlar. Umumiy xalqning tinchligini, xavfsizligini ta'min qilish uchun biz bilan tashabbuskorlik bilan harakat qilinglar. Millatlar aro do'stlikni o'rnatish uchun harakat qilinglar. So'qish o'tini yoqquchi buzuq unsurlarning noto'g'ri harakat va ig'volarni pash qilish yo'li bilan undaq harakatlarga yo'l qo'ymanglar. Bizdan boshqa kishining so'ziga aslo quloq solmanglar. Biz bitimni buzmaymiz.
Biz va'daga vafo qilamiz, bitimga to'liq rioya qilamiz. O'lkalik hukumat muavin raislaridan Ahmadjon Qosimi, Burxon Shahidi, o'lkalik hukumat muavin bosh kotibi va o'lkalik hukumat a'zolaridan Abdukarim Abbasov, Rahimjon Sabir Hoji, Muhammad Imin Hazrat, Sayfiddin Azizi 1947 yil 1 mart. Davomi bor.